Assalamu alaykum, hörmətli radio dinləyicilər. Bugünkü roman anlatışı səhifəmizdə Sevimgül Canışıb xanım yazğan Köz yaşdan mənbəlgən zimin namlıq tarixi əslimini oquşunu davamlaşdırırıq. 20 aprel. Yataqqa qaytib berib, yataqlarni yuyub, tozalab, pokiz rətlab çıxdım. Əmdila üstəl aldığı kelib o'ltirishimga koridordan birisining kelayotgan ovoz anglandi va kelib ishini chekdi. Ishdan yana shu Ömerjon kulib kirib keldi. Mening degan so'zlarim uchun menga voqea ketarmikin deb o'yladim. Lekin Ömerjon menga yumshoq muomala bilan tarbiya qilishga boshladi. Yolg'iz sizgil emas, tashkilotchi va sirtizgilarga ham bir qism gumonliqlarning hammasiga yezishga topshirdik. Hammasi yeziladi. Unda qarshilik qilmang. Hozir hech narsa bilmaysiz. Siz qiz bola ham yosh. Sizga qiyin bo'ldi. Diktator degan oson narsa emas. Men degan erlarmi partiyaning diktatorisidan qo'rqadi. Yosh umringiz turmda zoya bo'lib ketmasin. Sizga ichim og'rib, yordam qilay deb keldim. Deb nurg'un tarbiya berdi. Men gap qilmasdan anglab o'ltirdim. Mening qarshilashmay anglayotganimni ko'rib, oxirda sizning o'zingizga o'zingizning ich og'rimaydi ekan. Bizning sizga ichimiz og'riydi. Unda qilmay, pozitsiyangizni yaxshilab, chiqish yo'liga erishishga erishing. Topshirig'ini o'rindab bering, dedi. Men ortiq so'z qilmasdim. Ma'qul, men yozay, dedim. Ömerjon chiqib ketdi. Men hayron qoldim. Men qilgan so'zlardan keyin pozitsiyasi nimishqa yaxshilanib qolgandi? Mushu xiyollar bilan soatlab o'tirib ketganimni sezmay qoldim. Tush vaqti bo'lib, qizlar yotoqqa kelishga boshladi. Ular mendan Turnisaga nasl yezish topshirilgan edi. Yotoqqa kelib yozdimi? deb so'rdi. Turnisa kash bo'lganda yotoqqa keldi. U menga chegara ajratish pozitsiyasida bo'ldi. Kashlik tamoqdan keyin Sajida yotoqqa kirib keldi. 1962-yili men Sajida bilan jigari keslik sababidan bir yotoqda yotgan edik. Bir yildak bir yotoqda yotsaqmi, u mening ishlab yurganimni bilmaydi. U mendan yoshirib, ehtiyot bilan so'zlaydi. Lekin bizning ko'nglimiz yaqin edi. Sajida ochiq xarakterlik, sho'q va aqlli qiz edi. Mening mijozim egri bo'lgani bilan ikkimiz chiqishib o'tdik. Tashkilot ahvollarini Halima orqali Sajidaga yetkazib turdik. Men sening ahvolingni bilgim kelib, mushu vaqtimni aron chiqarib kirdim. Bugun menga nasl yozib topshiriqqa buyurgan edi. Yezib olib berib keldim. Sen qanday qilding? so'rdi u. Men yozmadim. Sajida, men baribir ketaman. Bular hech vaqt meni qoldirmaydi. Hech bo'lmaganda maktabdan haydab, yezlarda rejimga elish mumkin. Endi menga yaxshi kun yo'q. Lekin hammaga ideyamda tayyorlik qilib qo'ydim. Yolg'iz beshim bilan nalardami bularman degina? Sajida yugurib kelib meni quchoqlab. Suyun, men sen bilan birga bo'laman. Bo'ldi, ikkimiz nima ko'rsak tan ko'raylik, degunicha yig'lab ketdi. Men Sajidaning bundoq yaxshi yuragini hech narsaga tan qilmayman. Men bundoq yaxshi do'stimning borligini o'ylaganimda o'zimni cheksiz baxtli his qilaman. Bundoq yaxshi do'sting bo'lishi kishi uchun zo'r baxt. Sajidaning kaynidan Ablis kirib keldi. Ablis maktab tashkili tarafidan chaqirtilib, masala topshiribdi. U
so'rgan savollar va nimalarni deganligini menga aytib berdi va menga "Senmi shundoq deb yoz" dedi. Men gap qilmadim. U yana so'zni davomlashtirdi. "Har as tunugin derazadan qarab tursam, seni chaqirtib elib chiqib ketayotdi. Uyga bordimi?" Men Ablizga tunugin bo'lgan ishlarning hammini so'zlab berdim va bayroqni elib uningga ko'rsatdim. "Men bayroqni saqlayman. Keyin biz sog' salomat ko'rishsak, Xudoyim buyursa, biz o'ylagan maqsadimizga erishib, yer yuzida mushu bayroqimizni lapildatamiz" deb kuldim. Albatta shundoq qilamiz. Shu kunlarni ko'rishga Alloh o'zi nasib qilsin. Biz ko'rolmasakmi, bolalarimiz ko'ralsa edi, dedi Abliz. "Rost, sen tunugin menga 2 oy burun ko'ydirayotgan degan eding. Nimishqa menga yolg'on aytding?" Abliz: "Rostni aytsam, men sanga ishonmay qo'rqib demagan edim. Bu ishni zodi kim bash qildi? Bu hammamizga qarang'u. Shuning uchun hech kimga ishonmay qoldim." "Tova, men shundoq qilamanmi? Menga ishonmamsan?" "Odamning ba'zi vaqtlarda o'ziga ishonmaydigan vaqtlari bo'ladi", dedim. 21 aprel yakshanba. Tunugin kesh jamoat xavfsizlik nazoratining kadri turdi yotoqqa kirib menga. "Ati yakshanba kuni shaharga berishinglarga bo'lmaydi. Endi ruxsatsiz hech yerga bormaysizlar. Bir yerga borsanglar, tashkildan ruxsat so'rab borsizlar", dedi. "Ati mening doktorxonada dejurni kunim. Doktorxonaga bormaymanmi?" so'rdim qasdan. "Yo'q, doktorxonaga, tamoqxonaga bo'ladi. Boshqa yerlarga degan so'z. Bu maktab tashkilotining uqtirishi. Qonun degan o'ynashilgan narsa emas", deb ochiqlangandek bo'lib chiqib ketgan edi. Shamish Jamol: "Voy jinim adash, uning bu gapiga ko'nglim hajab yomon bo'ldi. Qandoq qilarmiz endi?" deb yig'lab ketdi. O'zimning ko'nglim yomon bo'lib turg'ash. "Yig'lama do'stim, boshqa kelganni ko'ramiz", deb uningga tasalli berdim. Doktorxonaga berib, og'riqlarni birer qo'r ko'rib chiqqandan keyin kasal tarixi yozmoqchi bo'lib, qo'limga qalam olgan bo'lsammi, bu menga ortiq ishdek bilinib yozg'im kelmadi. Doktorxonaning darisidan tabiatning go'zalligiga, quyoshga, ko'k osmonda erkin uchib yurgan qushlarga, u yoq bu yoqqa o'tib ketayotgan odamlarga to'ymay qaraydim. Bundan keyin hamma narsa o'zgarib, bundoq chiroyli ko'rinmaydigandek bilinadi. Shu vaqtda Shamish Jamol ansirgan peti oldimga yugurib keldi. "Qandoq? Bormisan? Nima qilib o'ldirsan? Bir kichik mashina kelib, sizlarning eshik oldida to'xtagan edi. Yuragim chiqib ketay", dedi. "Zalning ichi bilan yugurib keldim. Shukri, boy ekansan", dedi. Shamish Jamol birdan o'ltirib ketib qoldi. Bugun turnisamu dejurni edi. U meni ko'rsa mendan qochib, ko'rmasga silib o'tib ketadi. Meni ko'rsimu xuddi men yo'qdek e'tiborsiz qarab, shu yerdan tez ketishga tirishadi. Bu mening eng yaqin do'stimning biri edi. Qadrli radio anglag'ich do'stlar, bu tarixiy aslining davomini keyingi qatimliq roman anglish saytimizda davomli anlatamiz. Diqqatda bo'lganlarga rahmat. Xayr xo'sh, ko'rishgacha omon bo'linglar.